bolani bir do'sti mehmondorchilikka chaqiradi, borishadi. O'tirishsa, tashqariga chiqadi-da. Shuncha ilm ofisi chetda, lekin farosat degan narsani o'rganmaysiz. Bu sizga mezbon egasi. Nozik sohibga tushunadi maqsadda hadya qilganda, lekin shunday qo'yib qo'ydingiz. Uni shunday olib turib, tabarib bir hidlab chakkangizga, ya'ni qulog'ingizga shunday qistirib olganingizda juda bir chiroyli keyingi safar shunday qilyapti deydi. Otajon deydi. Oradan 1-2 kun o'tadi, yana bir ularni mehmondorchilikka chaqiradi. Ota bola borishadi, ota bola borib o'tirishsa, osh olib kelinadi. Osh desa kattagina bir sarimsoq bo'ladi, ya'ni chesnak. Otasi chesnak oladi, maydalash kerak. O'g'lim desa turib tabarruk deb hidlaydi-da. Shunday chakkasiga hidlab oladi. Demoqchi bo'lganimiz, yana bir aytib beramiz. Farosat bu yarim karomatdir. Farosatni aytishadiki, bu xuddi qushpatiga o'xshaydi, ya'ni u o'sib chiqish kerak. Tashqaridan eki olsa bo'lmaydi. Qanday yuqadi desa, katta ahli ilmlar bilan, ustozlar bilan shu qiyinchiliklar ko'rgan, yaxshi insonlar bilan yurilsa, shu paytda o'zlashtirib olsa bo'ladi deydi. Ilm shunday narsaki, qalbdan qalbga ko'chadi degan farosat ham insonlardan, ustozlardan, kattalar ulardan olsa bo'ladi. Avvalgilar aytadi, bir ahli ilm aytganda 20 yil o'qidim deydi. 18 yilni odobga, 2 yilni ilmga bag'ishladim deydi. Agar menga qo'yib berganda deydi, shuni ham 20 yil barchasini odobga bag'ishlagan bo'lardim deydi.